Aortokoronar shuntlash amaliyotidan keyingi jismoniy mashqlar juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, mashqlar bemorlar holatiga ko'ra individual tanlanadi. Shuni yodda tutish kerakki, agar bemorda ko'krak sohasida kuchli og'riqqa, nafas siqishiga, bosh aylanishiga, yurak urishi tezlashishiga shikoyatlar bo'lsa, mashqlar darhol to'xtatilib, shifokorga murojaat qilinishi kerak. Mashqlarni boshlashdan oldin bemorlarni qon bosimini o'lchash va pulsini nazorat qilish kerak. Mashqlar bajarilganidan keyin ham qon bosimi va puls o'lchash lozim. Mashqlar kun davomida 2 marotaba o'tkazilishi tavsiya etiladi. Nonushtadan 1 soat keyin hamda ovqatlangandan 2 soat o'tgandan keyin. Mashqlarni birinchi bor o'tkazilayotgan vaqtda bemorga tibbiy mutaxassis nazorati ostida kuniga 2 marotaba, keyinchalik qarindoshlari nazorati ostida bajarilishlari tavsiya etiladi. Hozir biz sizlarga 2 xil kompleks mashqlarni ko'rsatamiz. Birinchi mashqni bajarish uchun bemor stulga qulay holatda o'tirib oladi va ikki qo'lini bo'sh holatga keltirib, boshini orqaga ko'tarib nafas oladi va boshni oldinga tushirib, dahanni bo'yinga tekkizgan holatda nafas chiqaradi. Bemor o'ng yelkadan nafas olib, boshni aylanma harakat qilib chap yelkaga qaratib nafas chiqaradi va chap yelkadan nafas olib, o'ng yelkaga qarab nafas chiqaradi. Bemor qo'llari bo'sh holatda turadi va ikkala yelkani yuqoriga ko'targan holatda nafas oladi va yelkalarni tushirib, barmoqlarni pastga yo'naltirgan holda nafas chiqaradi. Keyingi mashq. O'ng yelkani ko'tarib nafas olinadi va yelkani tushirib nafas chiqariladi. Galma-galdan chap yelkani ko'tarib nafas olinadi va yelkani tushirib nafas chiqariladi. Qo'l barmoqlari yelkalarni ushlagan holda yelkalarni ko'tarib nafas olinadi va yelkalarni tushirib nafas chiqariladi. Qo'l barmoqlari yelkada turgan holda tirsaklar bir-biriga yaqinlashtirilib nafas olinadi va uzoqlashtirib nafas chiqariladi. Ikkala qo'lni birlashtirilgan holatda zamok, qulf ko'rinishida ko'krak sohasiga ko'tarib nafas olinadi va nafas chiqariladi. Qo'llar bilan boks mashqi bajariladi. Qo'llarni boks tushayotgandek galma-galdan urib, nafas olib, nafas chiqariladi. Qo'llarni bel sohasida ushlagan holatda yelka bo'g'imini ko'krak sohasiga siqib nafas olinadi va orqaga qaytarib nafas chiqariladi. Barmoqlar bilan ko'krak qafasini pastki qismini, qovurg'alarni ushlab, ozgina siqqan holatda nafas olinadi va sekin qo'yvorilib nafas chiqariladi. Oyoqlarni oldinga surib, tizza bo'g'imiga qo'llarni qo'yib, oyoq kafti, qo'l kafti va nafas mashqi birgalikda bajariladi. Qo'llarni tizzaga qo'ygan holatda o'tirgan joyda erkin nafas olgan holatda yurib ketayotgan mashq bajariladi. Oyoq tovonlari va barmoqlarini oyoqni galma-galdan harakatlangan holatda erkin nafas olib mashq qilinadi.
Barmoqlarni tizzaga qo'ygan holatda qo'llarni keng ochib nafas olinadi va tizzaga qo'yib nafas chiqariladi. Qo'llar yon tomonda bo'sh turgan holatda o'tirgan holda erkin nafas olib, qo'llar bilan yurib ketayotgan holatga o'tiladi. Qo'llarni tizzaga qo'ygan holda tizzalarni galma-galdan ko'tarib nafas olib, nafas chiqariladi. Qo'llarni ochgan holatda chuqur nafas olinadi va ozgina engashgan holatda galma-galdan tizzalarni ko'tarib ushlagan holda nafas chiqariladi. O'tirgan holatda erkin nafas olib, yelkalarni ko'tarib, galma-galdan orqa va oldinga aylanma harakatlantirib mashq qilinadi. Dahan sohasini bo'yinga tekkizgan holatda to'rga bo'lib sanab, boshni orqaga ko'tariladi va sanab yana oldinga tushiriladi. Ikkala yelkalarni ko'tarib chuqur nafas olinadi va barmoqlarni pastga yo'naltirib nafas chiqariladi. Burundan chuqur nafas olib, og'izdan nafas chiqariladi. Bu 4-6 marotaba qaytariladi. Burundan bo'lib nafas olinadi va og'izdan bitta chuqur nafas chiqariladi.